Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük Haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en mühim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda bo'lsin. Xitoy tanqidlarga inkas qaytardi. Xitoy Wuhan virusi sababidan o'ziga qaratilgan tanqidlarga inkas qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi tarafidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda mundaq deyildi. Virus dunyoning hamma yerida o'tirg'i chiqishi mumkin. Davlatimizmi bu haqda virus qurboni bo'lib javobgar emasdir. Darvaqa virus butkul insoniyatning o'rtaq dushmandir. Virus sababidan davlatimizni javobgarlikka tortish yoki buning uchun davlatimizni badal to'latkizishning hech qanday qonuniy asosi yo'qdir. Xitoyning virus sababidan kechirim so'rashi va to'lam to'lashining shart ekanligiga aloqador qarashlar haqida ilgirki mezgillarda o'tirg'i chiqqan yuqumli kasalliklarni o'tirg'i qo'ygan Xitoy cho'chqa zukumi, AIDS virusi va sarankali kasali qatorliq yuqumli kasalliklarda javobgarligi borlar va to'lam to'lashi shart bo'lganlarning surishti qilinishi lozimligini ilgari surdi. Xitoy yana tunji virus bilan yuqumlanish hodisasining Wuhanda ko'rilishining virusning markazi Wuhan degan uqumni bildirmaydiganligi, Beijingning mustaqil xalqaro tekshirish hay'atining Xitoyni ziyorat qilishidan qo'rqmaydiganligi, virusni insonlar paydo qilgan yuqum bo'lmasdan aksiga tabiiy ofat ekanligini qayd qildi. Ammo mutaxassislar Xitoyning hozirgacha xalqaro tekshiruvchilarga eshigini ochmasligi, har xil bahona ko'rsatib tajribaxonni tekshiruvga qo'ymasligining o'zida Xitoyning oshkorlanib ketishidan ansiraydigan intayin muhim sirlarga ega ekanligini bildirishmoqda. Va Xitoyning haqiqatan o'ziga ishonsa, o'zining insoniyat uchun jinoyat ishlamaganligiga ishonchi bo'lsa, quruq gapni oz qilib, Wuhan virus tajribaxonasini xalqaro mustaqil tadqiqotchilarga echishi kerakligini ta'kidlashmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mushu oyning boshlarida virusning Wuhandagi bir tajribaxonada o'tirg'i chiqqanligiga doir dalil isbotlarning borligini o'tirg'i qo'ygan edi. Xitoyning Yevropa ittifoqidagi yana bir josuslik qilmishi oshkorlandi. Anadolu agentligining tunugungi xabarda bildirilishicha, Maltaning Bryusseldagi Yevropa ittifoqi doimiy vakillar binosida Xitoyning josuslik faoliyati uchun ishlatiladigan texnikalik uskunlar borligi ilgari surildi. Fransiya Dunyo gazetining xabariga asoslanganda, Belgiya maxfiyatlik idorasi Yevropa ittifoqining doimiy vakillar binosining Xitoyning josuslik qilish uchun qurgan bir qism texnikalik uskunlarning borligidan andisha qilishga boshlagan. 2007-yili xizmatga kirishtirilgan mazkur binoning bundan burun remont qilinganligi bu haqda andisha qo'zg'agan bo'lib, binoni remont qilish jarayonida uy jihozlari va ishxona buyumlari $300,000 hamkorlik kelishimining bir qismi sifatida Xitoydan Bryusselga elib kelingan. Bu haqdagi tunji ogohlantirish Angliya maxfiy organ tarafidan berilgan bo'lib, ayni vaqtda Xitoy maxfiy organining Maltaning Yevropa ittifoqidagi doimiy vakillar binosining yangilanishiga qo'l tiqqanligi xabar qilingan. Belgiya amaldorlari 2010-yili atrofida Xitoyning josuslik qilganligidan gumonlangan tunji uchurni topshirib olgan. Ammo Malta vaqt gazetining bu vaqtdagi xabarida Xitoydan setib olgan uy jihozlarining yaxshi tekshirilganligi bildirilgan. Maltaning Yevropa ittifoqining sobiq doimiy vakili Richard Malta vaqt gazetiga bildirgan so'zida vakillar binosidagi uskunlarning yuqori bexatarlik o'lchamiga asosan saplanganligini, Fransiya Dunyo gazetining xabarining to'g'ri emasligini o'tirg'i qo'ygan. Xitoy Uyg'ur kishilik huquq qonunini ilgari surgan Amerika siyosiy yo'llariga tahdid soldi. Xitoyning Yer shari vaqt gazeti 15-may maqola e'lon qilib, Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini aktivlik bilan ilgari surgan Amerika siyosiy yo'llariga qarshi tadbir qo'llanilganligi haqida tahdid soldi. Maqolada ta'kidlanishicha, Xitoy rejimi ularga qarshi o'zining terrorlikqa qarshi turish qonuni va davlat xavfsizligi qonunlarini ishga solishi mumkin ekan. Lekin maqolada konkret qanday tadbir qo'llanilganligini tushuntirmagan. Bu qonunning ma'qullanishida Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Menendez, Jim Risch, Cory Gardner qatorliqlar aktiv rol o'ynagan edi. Cory Gardner 15-may e'lon qilgan bayonotida Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni keng ko'lamli qamashi va majburiy emgakka selishi davrimizda yuz berayotgan eng cho'ng tragediya. Xitoy Kompartiyasining Sharqi Turkistondagi qilmishi insoniyatga qilingan haqorat. Xitoy Kompartiyasi o'zining bu qabih jinoyati uchun ig'ir badal to'lashi kerak degan edi. Amerika Kengash palatasi 14-may kuni Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini birdak ovoz bilan ma'qullab, Xitoyga ig'ir qachat urgan bo'lsa, butun dunyodagi Uyg'urlarni suyundirgan edi.
Lekin Xitoyning yer shari vaqt kezining ilgari surishicha, Xitoy doiralari va atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatı davlat xavfsizligi va terrorlikqa qarshi turish qonunlarini ishlatib, bu qonun loyihasining ta'siriga uchraydigan shirkat va shaxslarni qo'g'daydiganligini bildirgan. Mazkur qonun loyihasida atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partiyasining sekretari Chen Chuango'ning ismi alohida tilga ilingan edi. Avstraliyaning Xitoy virusi sinoq asboblarini setib olishi savol paydo qildi. Avstraliyaning Beijing Gen institutidan Xitoy virusi sinoq asboblarini setib olishi bemorlarning shaxsiy uchur bexatarligi va bu organning Xitoy rejimini gen texnikasi bilan ta'minlab, uning Uyg'urlarni nazorat qilishiga yordamlashganligiga aloqador masalalarda savol paydo qildi. Reuters agentligining xabar qilishicha, avstraliyalik ba'zi mutaxassislar Beijing Gen institutiga aloqador zo'r axloqiy masalalarning borligini bildirgan. Avstraliya Sahiyya ministrligi yaqinda Beijing Gen institutidan 10 million dollarlik Xitoy virusi sinoq asbobi setib olgan edi. Avstraliya Sahiyya ministrligi bayonotchisi Greg Hunt bu asboblarni ishlatishni Avstraliya bexatarlik organlarining tasdiqlaganligi, Beijing Gen institutining bemor uchurlariga erisholmaydiganligi, bu asboblarning tajriba hollarda ishlatilmaydiganligini bildirgan. Lekin Reuters'ning xabarida mazkur o'rinning Xitoy rejimini gen texnikasi bilan ta'minlab, uning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni nazorat qilishiga yordamlashganligi haqida andishalar borligi ilgari surilgan. Beijing Gen instituti dunyodagi eng chong gen ombiriga ega bo'lib, bu shirkat Xitoy JX organlarining 2016-yili Uyg'ur DNA ombiri qurib, Uyg'urlarni kontrol qilishiga yordamlashish bilan ayblanib kelgan edi. Reuters'ning xabarida ta'kidlashicha, Avstraliya La Trobe universitetining dotsenti James Leibold Beijing Gen institutiga chetishliq sonliq uchur maxfiyatligi va uning dunyodagi eng chong gen sonliq ombirini ishga solib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni nazorat qilishga texnikalik yordam berishni o'z ichiga olgan zo'r axloqiy masalalar bor deganlarni bildirdi. Amal kloni Uyg'urlarni dafsanda qilishga qatnashgan shirkat va shaxslarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Amerikalik kishilik huquq advokati atoqli kino cho'lpini George Clooneyning ayoli Amal Clooney 15-may kuni Avstraliya parlamentida guvohlik berib, Avstraliyaning qonun chiqarib Uyg'urlarning kishilik huquqni dafsanda qilishga qatnashayotgan shirkat va shaxslarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Uning ta'kidlashicha, Avstraliya o'zining Magnitski kishilik huquq qonunini ma'qullab, kishilik huquq kushandalariga taqobil turishi kerak ekan. Sydney Atiganlik xabarchisi gazetining xabar qilishicha, Amal Clooney Avstraliya parlamentiga video orqali bergan guvohlik so'zida Avstraliya hukumatining kishilik huquqni dafsanda qilishga chetishliq barliq shirkatlarni nishonga elishi, bu Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi millionlarcha Uyg'ur qamalgan yig'ib olish lagerlarini o'z ichiga elishi kerakligini ta'kidlagan. U shirkatlarning ishining jiddiyatiga qarab harakat qilganligi, navbatda ularning kishilik huquq dafsandachiligiga chetilishini to'sadigan yetarli cheklash tadbirining yo'qligini bildirib, chiqarilg'usi qonunda Avstraliya hukumatining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligiga chetishliq shirkat va shaxslarni javobgarlikka tortishiga yo'l qo'yilsa, buning ijobiy roli bo'ladi degan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Avstraliya hukumati Amerikadan ulgu elib, shuningkiga o'xshash bir qonun chiqarish haqida fikr elishni boshlab o'tgan. Tutib turilayotgan yana bir turkum Uyg'ur qo'yib berildi. Ma'lum sabablar bilan Turkiya ko'chmanlar idorasi tomonidan tutib turilayotgan yana bir turkum Uyg'urlar qo'yib berildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Ramazon oyining oldida Turkiya Tashqi ishlar ministrligi, Ichki ishlar ministrligi va aloqador rahbarlar bilan aloqalashib, Xitoy virusi sababli Saudiya Arabistonda qapsilib qolgan Uyg'urlarning Turkiyaga kelib kelishiga alohida kuch chiqargan. Natijada 35 ga yaqin Uyg'ur Turkiya fuqarolari bilan birlikda maxsus aeroplanda Turkiyaga salomat qaytib kelgan edi. Bulardan sirt tashkilotlar birligi yana Ramazonning oldida Turkiya ko'chmanlar idorasi rahbarlari bilan ko'rishib, tirikchilik ko'rsatishi natijasida ko'chmanlar idorasida vaqtliq tutib turilayotgan bir turkum Uyg'urlar qo'yib berilgan edi. Tashkilotlar birligi yana Ro'zi Hayit yetib kelish oldida ikkinchi turkumda yana bir qism Uyg'urlarning qo'yib berilishini qo'lga keltirdi. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Xitoyning inson qalbidan chiqqan bostirishlari sababli Sharq Turkistonda turish imkoniyati bo'lmay hijrat qilgan Uyg'ur xalqining muhojirat zaminda hech kunlarmi oilasi bilan jam bo'la olmasligi hamma odamning ko'nglini yerim qilganligini, shu sababli ko'chmanlar idorasi rahbarlari bilan ko'rishib,
talablarini sunishi natijasida tutib turilayotgan bir qism Uyg'urlarning ikkinchi turkumda qo'yib berilganligini, yana tutilib turilayotgan oz sondagi Uyg'urlarning arxivlari qisqa vaqtda radlanib, qo'yib berilishi uchun jiddiy xizmatlarning ishlanayotganligini, ularning pat yaqinda oilasi bilan jam bo'lishida zo'r umid borligini bildirdi. Dangliq naqshchi Xoliq Levent Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga bundan keyin yordam beraman dedi. Turkiyada tonilgan naqshchi Xoliq Levent apandiga Turkiyadagi Xitoyparast ba'zi kishilar Twitter orqali hujum qilib, Sharq Turkistonda bir yer yo'q, Shinjong bor deb inkos yozgan. Xoliq Levent apandi bu Twitter uchuriga ba'zi kishilar meni Xitoyga berib, u yerda zulmning bor yo'qligini naq joyida ko'rib kel debdi. Bo'ladi, men baray. Lekin Xitoy rejimi 25 oila Uyg'urni Turkiyaga elib kelishimga ruxsat qilsa, men cho'qim boraman deb javob yozgan. Xoliq Levent apandi Turkiyada va dunyoning har qaysi joylaridagi yo'qsul kishilarga yordam qilish maqsadi bilan Ahbab, ya'ni do'st nomida jamiyat qurib, Turkiyaning 81 viloyatining ko'pida sho'balarini ochib, nomrod oilalarga yordam qilib kelgan. U 2 yildan buyon Turkiyaga yangi ko'chib kelgan, shundaqla moddiy jihatdan qiyinchilikqa uchrayotgan Uyg'ur oilalarga yordam qilgan. U 9-may kuni bu vaqtda Twitterga Sharq Turkistondan kelgan qarindoshlarimizga yordam qo'limizni sunyapmiz degan uchurni yozib tarqatgandan keyin Xitoyparastlarning hujumiga uchragan. U eng oxirida Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga yordam berishni davomlashtiramiz, orqamizga chekinmaymiz degan so'zlarni yozib tarqatgan. Trump F-35 urush aeroplanlarining asosiy gavdasi Turkiyada ishlab chiqarilmoqda dedi. Amerika prezidenti Donald Trump F-35 urush aeroplanlarining asosiy gavdasining Turkiyadagi ishlab chiqarish xizmatlarining davomlashayotganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Donald Trump Fox xabarlar kanalining suhbat programmasiga chiqib, kun tartibdagi masalalarga doir savollarga javob berdi. U Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'minlash zanjiri jihatda Xitoy va boshqa davlatlarga beqindi bo'lib qolmasligi kerakligini ta'kidlab, barliq mahsulotlarimizni Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarishimiz kerak dedi. Donald Trump dunyodagi eng yaxshi urush aeroplani bo'lgan F-35larning asosiy gavdasi Turkiyada yasalmoqda va Turkiyadan avatilmoqda. Hozir Cumhur Rais Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan munosabatimiz yaxshi. Ammo undaq bo'lmasa qanday bo'ladi? Sizlarga F-35 zapchastlarini bermaymiz desa qanday qilamiz dedi. Amerika hukumati Turkiyaning Rossiyadan S-400 boshqariladigan bomba havo mudofaa sistemasi sotib olishidan keyin iyul oyida Turkiya 2002 yildan buyon rasmiy sheriki bo'lib kelayotgan F-35 planidan chiqarib etilganligini e'lon qilgan edi. Shundaq bo'lishiga qaramay, Trumpning hozirmi F-35larning zapchastlarining Turkiyada ishlab chiqarilayotganligini aytishi gangirash paydo qildi. Ko'kay insoniy yordam jamiyati yuqum mazgilda xizmatini davomlashtirmoqda. İstanbul'da faaliyet edip berayotgan Ko'kay insoniy yordam jamiyati 14-may İstanbul Zeytinburnu Sutuq Bo'g'raxon kitobxonasiga joylashgan Ma'rif jamiyatining vaqtliq ishxonasida ehtiyojli kishilarga yordam buyumlari tarqatib berdi. Bu yordam buyumlari Zeytinburnu rayoni tabasidagi Uyg'urlarga tarqatilgan bo'lib, 500 ga yaqin yeshik va mol setib olish kartasi tarqatib berildi. Egilishimizga Ramazon oyi kirgandan beri ehtiyojli kishilarga tarqatilayotgan mazkur yordam buyumlari Türkiye işçi ve Avustralya, Kanada qatorliq davlatlardagi yordam tashkilotlari va yordam suyar kishilar tarafidan avatilgan. Ko'kay jamiyati bu Ramazonlik yordam buyumlari va mol setib olish kartalarini 11-maydan boshlab uda bir necha kun Safako'dagi Ko'kay insoniy yordam jamiyati markazida tarqatgan. Bulardan sirt Turkiya yetimlar vaqfi Sharq Turkiston Nuzgum kultur va oila jamiyati bilan birlikda ehtiyojli oilalarga 50 yeshik yordam buyumi tarqatgandan sirt yana 60 bolaga oylik yordam puli tarqatib berdi. Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvoli. Turkiya Cumhuriyeti Sahiyya ministri Fahrettin Koca tunugun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 48 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca tunugun kech soat 7 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 38565 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1708 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 146457 ga yetganligini, bir kun ichida 48 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4055 ga yetganligini bildirdi.
Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 2103 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 944 bemorning kasalining ig'ir ekanligini, ammo kasali ig'ir bemorlarning ozayishga boshlaganligini, maska taqash, o'zaro orliq saqlash qatorliq oldini olish tadbirlarini yaxshi qilishning, odam ko'p o'rinlarga berishdan saqlanishning intayin muhim ekanligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah atiki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna qilib program ahırda ekran arqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.